Yurtimizda sokin kuz fasli hukmron, hadamay esa qahraton qish o'z eshigini qoqib keladi. Ijtimoiy soha obyektlari va xonadonlarni kuz-qish mavsumiga hozirlash bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biridir. Sirdaryo viloyatining barcha hududlarida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari amalga oshirilmoqda. Mavsumni betalofat o'tkazish maqsadida kommunal sohaga daxldor xizmatlarning ish sifati va samaradorligini oshirish bo'yicha zarur choralar ko'rilgan. Aslini ham olganda issiq uylar, yorug' ko'chalar va xavfsiz energiya aholiga qulay hayot uchun katta imkoniyatlar sanaladi. Noqulay ob-havo sharoitida ijtimoiy soha obyektlari va xonadonlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olish maqsadida Xovos tumanida ham 2025-2026 yillarda kuz-qish mavsumini xavfsiz va qulay o'tkazish maqsadida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Xovos tumani prokuraturasida 2025-2026 yillarda kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida shtab tashkil etilgan. Prokuratura mas'ullari tomonidan hududlarda bajarilayotgan ishlar nazorat qilinib, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Kuz-qishki mavsumga tayyorgarlik jarayonlarimiz oldi. Mana bizda elektr energiya bo'yicha bizlarda 383 ta qo'lbola yog'och stalbalar o'rniga beton apparatlar o'rnatilib, 8 ta yangi transformator o'rnatildi. Mana mahallamizga bu islohotlardan juda xalqimiz kayfiyati yaxshi. Mahallamizga hozir mana yangi yer ko'mir bazamizda ko'mir kelgan, juda sifatli. Import ko'mir ham kelgan xalq uchun. Unga ham talabgorlar chiqib borib olyapti. Bu ham yaxshi. Kuz-qishki mavsumiga tayyorgarligimiz yaxshi. Mana hozir mahallamizda ichimlik suvi bilan 100% ta'minlandik. Ozroq ichimlik suvidan muammolarimiz bor, bu ham yechildi. Bitta bashni qurdik. Xalqimizga uni ishlatib berdik. Ikkinchi suv bashnimiz ham tayyor bo'ldi mana hozir. Biron 10 kun ichida ham ishga tushadi. Mas'ul idoralar bilan birgalikda xonadonlarda yurib, kuzgi qishki mavsumga tayyorgarligi, dud bo'ronlarni tozalash bo'yicha tashkilotlar kelib, bari o'rganildi. Hozir mana qishlog'imizda o'sha mahallamiz kuz-qishki mavsumiga tayyorgarlik jarayoni juda yaxshi ketyapti. Har bir fuqaro qish kunlarida xonadoni yorug', issiq bo'lishini istaydi. Shu jihatlarni inobatga olgan holda Xovos tuman prokuraturasi tomonidan tuzilgan ishchi guruhi hozirgi kunda uyma-uy yurish orqali aholini qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rishlarida e'tibor qaratishlari lozim bo'lgan masalalar bo'yicha tushunchalar berib, muammolarni o'rganib bartaraf etish choralarini ko'rmoqda. Xovos tuman elektr ta'minoti korxonasi tomonidan chekka hududlarimizda tanlab olingan mahallalarimizdan bittasi bo'lib, bu Obod turmush mahallasi. Yurtboshimizning 330-sonli qarori asosida ushbu mahallamizda kuz-qishga tayyorgarlik jarayoni juda ham jadal ketmoqda. Hozirgi kunda ushbu mahallamizga 2 dona kuch transformatori qo'shimcha o'rnatildi hamda 20 kilometr uzunlikdagi havo tarmoqlarimiz yangi sip kabellarga almashtirildi. Bu bilan biz Obod turmush mahallasida sifatli elektr energiya bilan ta'minlashga erishamiz hamda isroflarini oldini olishga erishamiz. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonida albatta bizda shtab tashkil qilingan bo'lib, bunda 24/7 vaqti bilan korxonamizda ishlar tashkillashtirilgan bo'lib, bizda Xovos tuman elektr ta'minotida korxonasida 3 ta tezkor chiqish brigadamiz bo'lib, hamda ularda har bittasida avtomashina bilan ta'minlangan, aholidan kelib tushayotgan murojaatlarni o'z vaqtida sifatli bajarishimiz uchun shtab tashkillashtirilgan bo'lib, ushbu shtab xodimlari tunu kun ishlab kelmoqda. Ushbu kabellarda afzalliklari birinchidan elektr energiyadan oqib o'tayotgan isrofni oldini oladi hamda uzilishlarimiz keskin pasayadi. Chunki bizda xabaringiz bor, havo tarmoqlarimizni yon atrofida daraxt shoxlari tegishi hamda ob-havomiz shamolli hudud hisoblangani uchun bizda uzilishlar kuzatilardi. Endi bu zamonaviy turdagi sip kabellar tortganimizdan keyin uzilishlar keskin pasayadi, aholi iste'molchilarga sifatli elektr energiya yetkazib beriladi. Sovuq kunlarda aholining tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minotiga bo'lgan ehtiyoji oshadi. Hududdagi ijtimoiy soha obyektlari hamda aholi xonadonlarini uzluksiz issiqlik ta'minoti bilan ta'minlash maqsadida Xovos tuman gaz ta'minoti xodimlari tomonidan chora-tadbirlar ishlab chiqilib, shu asosda ishlar olib borilmoqda. Mavsumda gaz ta'minotida uzilishlar bo'lmasligi uchun barcha hududlarda ta'mirlash ishlari bajarildi. Belgilangan reja asosida navbatchilik tashkil etilgan bo'lib, aholi tomonidan kelib tushayotgan murojaatlar joyida tezkorlik bilan bartaraf etilishi ham yo'lga qo'yilgan. Tumandagi 4 ta mahalla suyultirilgan gaz ta'minoti bilan ta'minlangan. Mazkur mahallalar aholisini sovuq kunlarda uzluksiz suyultirilgan gaz ta'minoti bilan ta'minlash bo'yicha zaxira yaratilgan. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra 4 yildirki respublikada Xovos tumanidagi
mahallagi gaz ta'minoti bilan bog'liq masalada muammo kuzatilmagan. Aholiga gaz ta'minoti yetkazib berish masalasida hudud yetakchi o'rinda turadi. 3000 dan ziyod aholi istiqomat qilayotgan Tinchlik mahallasidagi 33 ta ko'p qavatli uylarni qish mavsumiga tayyorlash bo'yicha samarali ishlar bajarildi. Yer ostidagi tabiiy gaz quvurlarini yer ustiga olib chiqish bo'yicha katta hajmdagi ishlar bajarildi. O'z navbatida bu ishlar gaz ta'minotidagi uzilishlarni barvaqt oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mana hozir biz Navro'zobod mahallasi Vatan ko'chasida turibmiz. Bu yoqda ko'rib turganingizdek gaz quvurlarimizni boyagi kuz-qish mavsumini tayyorlash maqsadida o'tgan yillarda qish mavsumida bosim sal o'ynab, aholi e'tirozlari sal joyiga kelayotganda, hozir shuni oldini olish maqsadida yer ostida 350 metr 76 gaz quvurimizni yer ustiga chiqarib, eskirgan, ya'ni quvurlarni almashtirdik. Hozirda kuz-qish mavsumiga mana gerpalarni moylab, ta'mirlab, bo'yoqlab, gaz quvurlarini bo'yoqladik. Hammasi qishki mavsumga tayyor. Buni qilishimizdan sabab ko'p qavatli xonadonlardagi bir me'yorda gaz, ya'ni o'ynab, ko'tarilib ketib yoki tushib ketib, ularni oldini olish maqsadida qilingan ishlar. Navro'zobod mahallasida asosan ko'p qavatli uylar joylashgan. Bu esa o'z o'rnida mazkur mahallada qish mavsumiga alohida tayyorgarlik ko'rishni talab etadi. Ma'lumki, ko'p qavatli uylarda issiqlik ham, elektr ta'minoti ham markazlashgan tarmoq orqali xonadonlarga yetkaziladi. Hozirda aholiga qish mavsumida 24 soat davomida uzluksiz gaz ta'minotini yetkazish bo'yicha mazkur mahallada ham katta hajmdagi ishlar yakuniy pallaga yetdi. Xovos tumani Tinchlik mahallasi Xiyobon ko'chasida ko'p qavatli uylarda gaz quvurlarimizni aholiga noqulaylik tug'dirayotgan joylarini bartaraf qilib, aholiga qulaylik sharoitlarni yaratib berish ishlari ketib boryapti. O'zi umuman kuz-qish mavsumi bo'yicha biz bu yilga Xovos tumani Mehnatobod hududini to'liq 2500 ta xonadonni ikki bosqichli tizimga o'tkazib, me'yorda bosim bilan ta'minlashda qulaylik berdikda, keyin bundan tashqari gaz quvurlarini tartibga keltirib, bo'yoqlash ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari 82 ta gerpalarimizni hammasini o'rta, yuqori, past bosimdagi gerpalarimizni qish-kuz mavsumiga tayyorlab, bo'yoqlab, hammasini to'liq ta'mirdan o'tkazdik. 3 tasi to'liq kapital remont bo'ldi. 6 ta gerpamiz yangilandi. Hozirgi zamonaviy gerpalarga almashtirildi. Hozirda yana Xovos tumani Sohibkor mahallasida 600 ta aholi bor. O'sha 600 ta aholini ham ikki bosqichli tizimga o'tkazilib, yer ostidagi gaz quvurlari to'liq yer ustiga chiqarilib, ishda aholiga bir me'yorda gaz ta'minlash ishlari olib borilmoqda. Xovos tumanida 2206 ta suyultirilgan gaz bilan ta'minlaydi. Davriy 35 kundan kechiktirilmagan holatda ta'minlab borilgandik. Xudo xolasa bu yil ham rejamiz aholini xuddi shu tartibda 35 kundan kechiktirilmagan holda bir me'yorda aholiga gaz bilan ta'minlab berish ishlarini olib borilyapti. Elektr ta'minoti tizimini 2025-2026 yillar kuz-qish davrida barqaror ishlashga tayyorlash maqsadida birgina Obod turmush mahallasidagi 526 ta xonadonga 380 dona temir beton ustunlari o'rnatildi. 12 kilometr uzunlikdagi sip kabellar tortildi. Aholining qayd etishicha, mahallada kuz-qish mavsumida elektr ta'minotida tez-tez uzilishlar kuzatilardi. Davlatimiz rahbarining aholini farovon turmush tarzini yaxshilash masalasiga bergan e'tibori natijasida bugun mahalladagi bu muammolar ortda qoldi. Aholi bundan mamnun. Bu hududda men 60 yildan beri yashayman. Bizlar shu yerda tug'ilganmiz. Ilgari o'sha gaz sohasida ham, elektr energiyada ham uzilishlar bo'lardi. O'sha shamol oqibatida daraxtlarning qulashida uzilishlar bo'lib, mana bu yilgi sharoitni qarang. Mana shunchalik e'tibor kuchli bo'lyaptiki, elektr energiyamiz bo'yicha yangi liniya tortildi. Mana gazga juda katta e'tiborlar berilyapti. Qolaversa, mana 2 yildan beri ichimlik suvi bizda mavjud bo'ldi. Mahallamizda ichimlik suvida ham, gazda ham, elektr energiyada ham muammo yo'q. Mana shu narsalar hammasini boshida turib, mana shularni tashkillashtirgani uchun davlatimiz rahbariga rahmat aytamiz. Tumanda mavsum davomida havo haroratining keskin pasayish holatlari kuzatilganda, iste'molchilarga belgilangan parametrda issiqlik energiyasi yetkazib berish maqsadida mazut hamda ko'mir zaxirasi ham yaratilgan. Kuz-qish mavsumi barcha infratuzilma sohalari kabi yo'lsozlikda ham katta mas'uliyat, mashaqqatli mehnatni taqozo etadi. Qish mavsumida kuzatiladigan qor, muzlamalar yo'lovchilar uchun bir qator noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Xovos tumanidan o'tgan xalqaro davlat ahamiyatidagi avtomobil yo'llarini qish mavsumiga tayyorlash bo'yicha ham katta tayyorgarlik ko'rilgan. Xovos tuman yo'llardan foydalanish davlat muassasasi tasarrufida 242 km yo'l mavjud. Shundan xalqaro ahamiyatdagi yo'llar
60 kilometr, davlat ahamiyatidagi 56 kilometr, 126 kilometr mahalla ahamiyatidagi yo'llar mavjud. Mana shu yo'llarda 25-26 yil qishki mavsumga tayyorgarlik olib boryapmiz. Bizda hozir qishki mavjud yo'llarga qum, tuz 300 tonna zaxiramiz bor. Shundan 260 tonna texnik tuzi, undan 60 tonnasi tuz va qum aralashmasi. Bundan tashqari qishda betalofat to'g'rish uchun maxsus texnikalar tayyorlab qo'yibmiz. Yo'l tozalagichlar mana 6 ta yo'l tozalagichimiz bor, 8 ta yuk tashiydigan samosalarimiz bor, grederlarimiz bor. Bundan tashqari bizda 600 ko'p qum zaxiramiz mavjud. Yotoqxonalarimiz mavjud. Ovqatlanishga sharoitlar yaratib qo'yibmiz. Hozir biz qish mavsumiga tayyormiz. Xudo xohlasa uni betalofat tutamiz. Qish mavsumida avtomobil yo'llarida muammosiz harakatlanishni ta'minlash, harakat xavfsizligi darajasini oshirish hamda aholiga qulay transport xizmati ko'rsatish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Mavsumni betalofat o'tkazish maqsadida Xovos tumanida tezkor chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Xovos tuman avtomobil yo'llari davlat muassasasida joriy mavsumga tayyorgarlik ko'rish maqsadida tuz, qum va qum tuz aralashmasi zaxirasi yaratilgan. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish ishlarini sifatli olib borish hamda mavsumni betalofat o'tkazish maqsadida qum tuz zaxiralari bilan birgalikda texnikalarni ham hozirlashga e'tibor qaratildi. Barcha texnikalar mavsumga shay holatda. Qum sepish, qor tozalash mashinasi, avtogreder, yuk avtomobili, buldozer, ekskavator va yuklagich avtomobillari bu texnikalarga belgilangan dizel yoqilg'isi ham zaxira qilingan. Ishchi xodimlarning qish mavsumida 24 soat ishlashini ta'minlash bo'yicha yotoq joylari, oshxona va 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlash bo'yicha oziq-ovqat zaxirasi ham yaratilgan. Xullas, Xovos tumanida ijtimoiy soha obyektlari, aholi xonadonlari kuz-qish mavsumiga shay. Eng muhimi mavsumda aholidan hushyorlik, ogohlik talab etiladi.